texnika xavfsizligidan foydalangan holda bajaryapmiz. Barchamiz qo'limizni yuvib oldik. Bolajonlar ham yuvib keldi. Bu vlajni yordamida polichkani bajarib bo'lgandan keyin qo'limizni tozalaymiz. Biz hozir qo'limizni yog'lab olamiz, sababi bu xamirimiz qo'lga yopishadi, shu yopishmasligi uchun. Bolajonlar barcha qo'lga xamir oldimi? Endi xamirni mana bunday qilib uzun qilamiz. Bo'lchkamizni turlari ko'p. Dumaloq bo'lchka, o'rin bo'lchka qilamiz hozir. La 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 la. Non yopganda mening oyim issiq kulcha yopar doim. Non yopganda mening oyim issiq kulcha yopar doim. Kulcha juda